mana. Aka, nech bilyapsiz? 30 million, balachasi qilonchimmi? 30 cham, nechta suti bor? Nechta bor aka? Hali noma'lum suti, yaqinda tug'ilgan sutga kirgan yo'q. Hali noma'lum ekan, sutga kirgan yo'q ekan. Mana balachasi. Mana balachasi. Tog'o, nech pul qilyapsiz, tog'o? 23 million. 23 million qilyapti ekan mana, tog'o. Ha? Ya men o'zim qaytib o'tirgansa meni ola yutgan. Mana yo'q uni. Qo'y qo'yman, qo'yman. Ma. Oldimdan chiqdi qaytmayman. Lazmani mashina olib ketay. Savdo bo'lyapman. Bor-ku, ma. Mana balachasi. Men senga dangal o'rayapman. Nech pul bo'lsa berasiz aka? 25 million bo'lsa beraman dedim. 25 million so'm bo'lsa beraveraman. Mayda gapirdik, boshqa iloji Ha, mayli. O'zlaringda bersin, lekin men ham bo'ldim. Men sotib turibman. 5 litr suti bor aka buni. 23 million. Javob beryapti. Nechta suti bor? 10 litr aniq bor. Alja sutga kirgan. 10 litr aniq deyapti, mana so'z qo'chalar. Hozir shuturishga Mana balachasi. Balachasi. sutga kirgandan keyin bundan kam bermaydi. Ya hop, berayotgan boshingizda urmaydi. Yer menga shuni. Tog'o, nech pul qilyapsiz? 23 million, ha? Bering aka. Ana bunday. Ertalab savdo berib yuboring aka. Aylab o'tiring, qayerga qo'ying. To'xtatsa bitta ish qilamiz. Nima shu gapingga? Shashlikni ham men olaman, araqini ham men olaman. Shunday chiqib ketadi, to'xtab tur. Aytgan shashlikni ham men olaman, araqini ham men olaman. Kelaga men uchun marta Ishqozga berin, qaytmaydi. Men Dutun bozorga olib boraman deyapti, Paqir shashlikka olib boraman deyapman. Bu ham mani. Bu ham mart ketdi mani. Na. bitta jo'ram bor, shuni chaqiraman kelay. O ana. Bor barakat. Ana, o. Barakat. Endi bu, endi To'xtab tur. Bunday qil. Seni deding gibi. yo'q. Nima Aka, unday deb ayting. to'xtab tur. Nech pul bindirdi tog'o? Ma'qul bo'lsa ber, ma'qul bo'lsa ayla. Kimga so'rasam oxir bo'lsa. Kim so'rayapti? 24 million so'm malingga berdim men. 24 million ha? Ey, odam nima Berib yuboring ha? Toptasa 20. Mal bo'ladi. 24 million, ha? Inson bu. 24 million so'm mana. Qo'ying, mana shu gapingiz uchun ma'qul qilib 500 ming so'm o'tirganman, 24 endi gapirmang endi bu. Sizni hurmatingiz uchun aytdim. Meni hurmatim 500 ming so'm, 500 mingga yebachamiz uni aytdim. 100 ming. Ya qara. Bo'ldi, sharsiz o'tiraman, bering. Yo'q. Bunda sizga qo'ldan yurib qolaman degan yo'q, naq pul beraman deyapti. Nechi dedingiz? 24 dedi. 24. Bering. Qo'ydim. Bering aka. Aka, sizni ketmangiz cho'yapti. Lekin bor. Yo'q, odam mard bo'lay. Qo'ying shuni. Mard bo'libdi. 5 ming so'mni qo'shganim yo'q. Bituring işte. Qayga kerak oldu? O'rtasini bermay turadi barcha. Bor. Bir so'm qo'shmayman endi. Aytdim. endi. Odam mard bo'ladi. Bo'ldi. 24 bo'ldimi? Ha, 24. 24 ga ketdi mana. Mana 24 ga ketdi. Mana uni. Aka. Ko'rsataymi? Ketma. 24 ga. Tog'amiz toniganlar bo'lsa bitta pattiska bosib qo'yinglar. Tog'amiz oldi mana.